Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun siz bilan xalqaro baholash dasturlari haqida qisqacha mavzu haqida bayonot bermoqchiman. Bugun biz siz bilan PISA, PIRLS, TIMSS, TALIS xalqaro baholash dasturlari haqida fikr almashamiz. Demak, PISA o'quvchilarning ta'limiy yutuqlarini baholash xalqaro dasturi. PISA inglizcha Programmer for International Student Assessment turli davlatlarda 15 yoshli o'quvchilarning savodxonligini o'qish, matematika, tabiiy fanlar hamda bilimlarni amaliyotda qo'llash qobiliyatini baholovchi dastur. Bu dastur 3 yilda bir marotaba o'tkaziladi. Dastlab 1997-yilda ishlab chiqilgan va 2000-yilda birinchi marta qo'llanilgan. PISA dasturining asosiy maqsadi maktabni tugatgandan so'ng o'quvchilarni faol hayotiy pozitsiyasini egallashlariga imkon beradigan chuqur bilimga egalik darajasini baholash. PISA xalqaro baholash dasturiga qo'shilishning ijobiy tomonlari bu xalqaro tadqiqot respublikamiz ta'lim tizimining ijobiy va salbiy tomonlarini aniqlashga yordam beradi. Mamlakatlarga ta'lim tizimini takomillashtirish maqsadida istiqbol rejalari ishlab chiqish uchun obyekt va ma'lumotlar taqdim etadi. Jahonning ta'lim yo'nalishidagi eng ilg'or davlatlarda tajribalarni o'rganish ham imkonini beradi. Davlatning jahon miqyosidagi salohiyatini oshiradi va chet davlatlarda investitsiyalarni jalb etadi. PISA ya'ni testlari ishtirok etayotgan davlatlar sonini tobora ortib bormoqda. Bu ko'rsatkichlarda ko'rinyapti. PISAda o'quvchilarning bilim sifatini monitoringi 5 ta yo'nalish bo'yicha aniqlanadi. Bu aynan o'qish savodxonligi bo'yicha, matematik savodxonligi, moliyaviy savodxonlik, kompyuter savodxonligi, tabiiy ilmiy savodxonlik yo'nalishlari bo'yicha. Sinov materiallarining tarkibi har 3 yilda bitta fan yo'nalishiga afzallik berilib, 2000-yilda ilk bor o'qish savodxonligiga urg'u berilgan holda o'tkazilgan. Demak, 3 yilda bir marotaba o'tkazilishi inobatga olgan bo'lsa, 2021-yilda matematika savodxonligiga urg'u qaratiladi. Demak, PISA ta'lim muassasalarini qamrab olish doirasi taqdimotimizda ko'rsatib o'tilgan tillar kesimida olishi, O'zbekiston tadqiqotlarini amalga oshirishda grafiklari ko'rsatib o'tilgan, sinov materiallarini ishlab chiqildi, sinov materiallarini moslashtirish, milliy sinovlarni o'tkazish, sinov bosqichlarini o'tkazish, asosiy sinovlar o'tkazish, hisobot va tahlil va takliflar ishlab chiqishdan iborat edi. Hop, navbatdagi, ya'ni PIRLS matnni o'qish va tushunish darajasini aniqlovchi xalqaro dastur hisoblanadi. Tadqiqot har 5 yilda bir marotaba o'tkaziladi. Aynan boshlang'ich sinf 4-sinf o'quvchilarimizning o'qish savodxonliklarini qanday shakllanganligini bilish, taqqoslash. Mamlakatimizda boshlang'ich sinf o'quvchilarining 4-sinfda boshqa mamlakatlardagi tengdoshlariga nisbatan matnni o'qish tushunish darajasini solishtirish. O'qish savodxonligida dars beruvchi pedagog xodimlarning dars berish metodlarini boshqa mamlakatlardagi dars beruvchi pedagog xodimlar metodlaridan farq qiladimi? Bugungi kunda bizning mamlakatimizda o'qish savodxonligi bo'yicha darslar maktablarda qanday tashkil qilinishi. PISA aynan aniq shaklda berilgan matndan ma'lumot topish, matnning mazmunini, til xususiyatlarini va tuzilishini tahlil qilish, baholash, axborotni umumlashtirish va talqin qilish, berilgan matndan xulosa chiqarish. Angliya va Yangi Zelandiyada, Tobagoda maktabda 5 yoshdan qabul qilinishadi va ahamiyatli jihati PIRLS xalqaro
tadqiqotda ushbu mamlakatlarning 5-sinf o'quvchilari xalqaro tadqiqotda ishtirok etadi. Tadqiqot ishtirok etuvchi turli mamlakatlarda boshlang'ich sinf maktablar o'quvchilarini qabul qilish yoshi turlicha. Ko'plab mamlakatlarda maktabda 6 yoshdan qabul qilishadi va 4-sinf 10,5 yoshda tugatishadi. Shvetsiya, Daniya, ko'plab Sharqiy Yevropa mamlakatlarida maktabda 7 yoshdan boshlanadi va ushbu mamlakatlarning o'quvchilari qolgan tengdoshlariga nisbatan eng katta, ya'ni 17 oylik, 10 yosh 9 oylik yoshni tashkil etadi. Pearls tadqiqotning muhim jihati aynan tadqiqot kim tomonidan va qachon joriy etilgan. Tadqiqotning obyekti va asosiy maqsadi. Tadqiqotning o'tkazish instrumentlariga keladigan bo'lsak, ta'lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasi va shu bilan birgalikda aynan xalqaro tadqiqotni tashkil etish uchun barcha mas'uliyatni Boston kollejiga yuklatilganligi, tadqiqot uchun topshiriqlarni tayyorlash Germaniyada Gamburg ma'lumotlar markazida amalga oshiriladi. Tadqiqotning maqsadi dunyoning turli mamlakatlarida tahsil oluvchi boshlang'ich sinf, 4-sinf o'quvchilarini matnni o'qitish, tushunish darajalarini tasdiqlovchi, shuningdek mamlakatning milliy ta'lim tizimini da o'qish savodxonligi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar natijalarini taqqoslashga ixtisoslashtirilgan xalqaro baholash loyihasini hisoblanadi. Tadqiqot o'tkazish instrument tadqiqot asosan o'quvchilarning dars vaqti va maktabdan tashqari vaqtlarda 2 turga o'qish savodxonligini baholadi. O'quvchilarda badiiy o'qish, savodxonlik ko'nikmasini shakllantirish va rivojlantirish, axborotni o'zlashtirish va ulardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish. Keyingi ya'ni xalqaro baholash dasturimiz bu TIMSS boshlang'ich maktablarda matematika va tabiiy fanlarni o'qish sifatini baholash xalqaro dasturi. TIMSS ushbu tadqiqotning maqsadi turli xil ta'lim tizimiga ega bo'lgan mamlakatlarda matematika va fan sohasida boshlang'ich va asosiy maktab o'quvchilarining umumiy ta'limini solishtirish, o'quvchilarning turli darajalarini belgilaydigan ta'lim tizimlari xususiyatlarini aniqlashdir. 4-sinf aynan hayot haqidagi ilm 45%, fizikaviy ilm 35%, yer haqidagi ilm 20%. 8-sinfda biologiyada 35%, kimyo, fizika, yer haqida, ijobiy soha faoliyat turlari haqida, qolaversa ya'ni ijobiy soha faoliyat turlari, bilim qo'llay olish, fikrlash kabi foizlarga ajratib ko'rsatilgan. Tadqiqot har 4 yilda o'tkaziladi. 2019-yilda 7-davra o'tkazildi. Unda bilim, ko'nikma, munosabatlar va qadriyatlar, kompetensiya va oxirida harakat, o'quvchilar nimani o'rganishi kerak kabi. Tales rahbar va pedagoglar kadrlarning umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'qitish va ta'lim olish muhitini hamda o'qituvchilarning ish sharoitlarini o'rganish uchun. Tales bu xalqaro tadqiqotlar o'qituvchilar va o'qituvchilarga ta'limni tahlil qilish va siyosatini ishlab chiqishga yordam berish imkoniyatidir. Tales iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tomonidan amalga oshirilmoqda. 40 dan ortiq mashhur davlatlar bilan birgalikda ishtirok etadi. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti o'qituvchining professionalligini tahlil qilishga bag'ishlangan. Qaysi tarkibiy qismlardan iborat? O'qituvchilar kasbiy darajasini oshirish uchun qanday yordam kerak? Ushbu ma'lumotlarni o'zaro tahlil
qilish, mamlakatda o'xshash qiyinchiliklarga duch kelgan boshqa davlatlarni aniqlash imkonini beradi va boshqa siyosiy yondashuvlarni o'rganadi. Maktab direktorlari va o'qituvchilar haqida ma'lumot beradi. Har bir omil uchun ushbu amaliyotlarning mavjudligi maksimal ball va 3 ta omil uchun umumiy maksimal ball 5 balldir. Umuman olganda, o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishiga olib keladigan omillarni baholash va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilinishi bu O'zbekiston uchun, nafaqat O'zbekiston yoshlari uchun bir katta zamin yaratiladi. Ayni damda bu kabi dasturlarda faol ishtirok etib kelmoqda. Bugungi sizga yetkazgan mavzumiz bo'yicha qisqacha ma'lumotlar ana shulardan iborat edi. Keyingi darslarimizda uchrashguncha omon bo'ling.